Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Sog'misiz, salomatmisiz? Rahmat. Tug'ilgan kun tabriklari loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan bezovta qilib turibman. Dilfuzaxon Hoji opa bilan bog'landimmi? Bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga umid bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Alloh umringizni ziyoda qilsin, taningizni sog' omon, so'raganingizdan-da ziyodasini berib, inshaalloh sizni suyuntirsin, xursand qilaversin, opajon. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz, shukronalik ayyomingiz munosabati bilan tabriklash uchun juda ham chiroyli bo'lgan sari samimiy niyat, tilak hamda tabriknoma xatlari tabrik jamoamizga yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi tabriknomani kim, qaysi bir yaqiningiz, qadrdon, mehriboningiz yuborgan bo'lishlari mumkin? O'g'lim, kelinimni, Biroz adashyapsiz, ammo qizimni. yana kimlardan bo'lishi mumkin? Xo'jayinim. Turmush o'rtog'ingiz tomonidan yaqin qarindoshlar orasida kimdan bo'lishi mumkin? Bugun sizni keling unda o'zim aytib o'taman. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qiluvchi qaynsingiljoningiz Mahliyoxon opamiz sizga chiroyli niyatlar, tilaklarni yuborgan ekanlar. Qolaversa, barcha oila a'zolar va qaynonajoningiz Tojixon Hojona va hamma mehribonlar eng sara samimiy niyat tilaklarni sizga yuboribdi. Sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun. Rahmat. Va biroz qimmatli vaqtingizni ayamasangiz, Mahliyoxon opamizni sizga atalgan tabriknomalari bor o'qib eshitiraman, maylimi? Ha, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan va marhamat, bugungi niyatlarni, tilaklarni qabul qilib olasiz qaynsingiljoningiz nomidan. Niyat qiling yomon bo'lmasin, orzu qiling armon bo'lmasin. Yangi yoshni qarshilab asta Allohim yo'llaringizga omad bog'lasin. Assalomu alaykum, qalblari shukurli, dillari zikrli bo'lgan mehribon jonim, kelinoyjonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Vaqtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Ilohim farzandlaringizni rohatini, kamolini ko'ring. Ularni ardog'ida, e'tiborida yurib inshaalloh faqat yaxshi kunlarni, baxtli lahzalarni Alloh sizga taqdim aylasin. Siz meni o'z jon jigar mehribon opa-singlimdek qadrdon, sirdosh, dardkash, maslahatchi, hamisha yonimda turgan, kezi kelganda meni qo'llab-quvvatlaydigan insonimsiz. Hammasi uchun cheksiz rahmatlarimni aytaman. Yaratgandan sizga avvalo mustahkam sog'lik, barokali umr, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, xonadoningizga fayz va baraka tilayman. Har bir kuningiz quvonchli xabarlar, go'zal lahzalar bilan o'tsin. Ilohim qalbingizni hech qachon ham egallamasin. Ko'nglingiz doim xotirjam bo'lib yursin. Hayot yo'llaringiz ochiq, rizqingiz mo'l, qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Alloh qilgan barcha yaxshiliklaringizni o'zingizga ziyoda qilib qaytarsin. Har bir ezgu duoyingiz ijobat bo'lsin. Allohim shu qadar go'zal baxt bilan siylasinki, hamma sizga havas ko'zi bilan boqsin. Sizni juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman va faqat sizga baxt, omad, quvonch tilab qolaman. Allohim ikki dunyo baxti saodatini bersin. Iymon, taqvo yo'lida sabit qilib, qalbingizni ravshon, amallaringizni savobli qilsin. Sog'lik, salomatlikda, yaxshi kunlarda hamisha diydor ko'rishmoqlikka
musharraf qilsin. Allohim, hech ham g'am ko'rmang, tashvish ko'rmang. Dunyoda Allohim sizni chiroyli baxt bilan siylab, hamisha xursand qilsin. Ilohim, turmush o'rtog'ingiz bilan yana va yana takror va takror Makkatulloh, Madina, Ka'batullohlarga bormoqligingizni, Allohning baytida mehmon bo'lishlikni yana va yana Alloh nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qalbi toza inson yuzida farishtalar aksini ko'raman. O'xshagim ham kelar ba'zida. Sizni juda yaxshi ko'raman. Bolalarcha beg'uborligin, soddaligin, beozorligin, qalbi suvday musaffoligin, yaxshi inson sizni yaxshi ko'raman. Yuzingizdan taraladi nur, siz uchun yaraladi nur. Shunday insonsizki, hayotimizda boringizga shukr, yaxshi inson sizni yaxshi ko'raman. Mana shunday sara samimiy niyat tilaklar Mahliyoxon opamiz tomonidan siz uchun arg'imon qilinibdi. Sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun. Rahmat, xursand bo'ldim. Rossiya Mahliyoxonga katta rahmat. Sanjomlari sog' bo'lsin. O'g'illarining rohatlarini ko'rsin. Ilohim ahli soliha kelinlarda olsin. Ilohim inshaalloh. Ilohim. Boriga rahmat. Sizga ham doim qalb xotirjamligini, oilaviy barqarorlik, to'kin sochillik, fayz barokalarni tilab qolaman. Ilohim Alloh so'raganingizdan-da ziyodasini berib, sizga xursand qilib, sizni suyuntirsin. Mana shunday doim hurmatda, e'tiborda bo'lib yurmoqligingizga musharraf aylasin ilohim. Rahmat, sizlarga ham katta rahmat. Ishlaringizga omad. Duochini bersin, ishlaringizga. Hamkorlarga sog' bo'lsin. Omadinglarga bersin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Rahmat, katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan. Ayoldir u, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan. Ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat, hech shubhasiz. Ona zamin kabidir siz ham ulug'siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz. Onam, qizim, jonim, opam, yorimdir siz, yo singlimsiz. Ayol aziz, muqaddas ayol. Abdulla aka Qurbonov qarsiylar bo'lsin. Mingta tashvish o'yi bor, yuragini kuydirgan. Shirin xayollarga emas, hasratga to'ydirgan. Axir u xokisor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarin kuldirgan. Issiqdandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan. Axir u beg'ubor ayol. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarin kuldirgan. Issiqdandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan. Axir u beg'ubor ayol. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat, hech shubhasiz. Ona zamin kabidir siz ham ulug'siz ham aziz. Ayol aziz, muqaddas ayol.
g'azal yaratganda xudo, shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u, orzusidan kechib goho, yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Doyor G'oyipov. Tashakkur.